Assalomu alaykum, briefing qatnashchilari. Sirdaryo suv ta'minoti Yangi shahar bo'limi tomonidan joriy yilning yanvar-may oylarida davomida ichimlik suv ta'minotini va oqova suvlarni chiqarib tashlash xizmatining yuzasidan joylarda quyidagi ishlar bajarildi. Jumladan, eskirgan 6 dona nasoslar, suv nasoslari elektr tejamkor nasoslarga almashtirildi. Hududlarda 1,5 km ichimlik suv tarmoqlari joriy ta'mirlandi. 2,5 km oqova suv tarmoqlari maxsus texnika yordamida tozalandi. Navruzobod, Ma'rifat mahallalarida ichimlik suv ta'minotini yanada yaxshilash maqsadida 700 metr ichimlik suv tarmoqlari tortildi. Prezidentimizning 93-sonli farmoniga asosan ichimlik suv sifatini va ta'minotini yaxshilash maqsadida Yangi shahrida 5 dona ichimlik suv qudug'i qurilib, 5 dona suv minerallari o'rnatilmoqda. Xalqaro moliya institutlari mablag'lari, Jahon bank mablag'lari hisobidan Yangi shahrida 36 km ichimlik suv tarmoqlarini qurish va 1 dona shodlik suv haydash inshootini rekonstruksiya qilish ishlari boshlab yuborilgan. Bugungi kunda shahrimiz aholisini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 92% ni, oqova suv xizmatlari bilan qamrab olinganlik darajasi 72% ni tashkil etadi. Shu kunga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va ishonch telefoni va xalq qabulxona orqali kelib tushgan 65 ta murojaatlardan hammasi ijobiy hal etilgan. Va Yangi shahar xalq deputatlaridan kelib tushgan 25 ta deputat so'rovi murojaatlari ijobiy hal etilgan. Debitor qarzdorliklarni qisqartirish maqsadida har bir hududlar bo'yicha tegishli tashkilotlardan iborat guruhlar tashkil qilinib, guruh a'zolari tomonidan qarzdorlik, mahallabay, ko'chabay, xonadonbay undirish choralarini ko'rilmoqda. Hududlarda ichimlik suvdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlash bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlari va sohaviy inspeksiya vakillari bilan hamkorlikda kunlik reyd tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. Aniqlangan noqonuniy holatlar bo'yicha qonunchilikda belgilangan tartibda ma'muriy choralar ko'rilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.